Assalomu alaykum qizchalar, yaxshimisizlar? Bu detskiy sumkachamiz keldi. Bu kengisi farishtadek oppoqqina sumkachamiz. Rimishog'i ham bor, sifati ham bomba bo'lib yotibdi. Maza qilib tutasizlar. Bu sponjlarimiz 5 ta kapta. Xo'sh, bu detskiy sumkachamiz keldi. Bu cho'tkamiz qosh bo'yashga emas, faqat kraskaga. Bu etigimiz sifati ham bomba va shikalat keldi. Asalligini qaranglar, oyoqlikdan vashi shikalat turadi o'zi ham. Bu koftamiz, bu ham zo'rkan, chiroyliligini qaranglar. Mana shunaqa asal dvoykalarimiz kelgan bolajonlarimiz uchun. Buni ham sifati bomba bo'lib yotibdi. Shu qalingina, yumshoqqina, paxmoqqina bo'lib yotibdi. Xo'sh, bu yerda ham oq ranglisidan sifati zo'r bo'lgan dvoykalarimiz kelgan bolajonlarimiz uchun. Pushtasini ochib ko'rsatmadim. Bu yerda kalgotkalarimiz mexlikkina, zo'r qalingina. Bu bardovi koftamiz. Bu qosh uchun ramka, tizamidyorligi. Bu damashin tabichkalarimiz sifati zo'r ekan. Bularni ham yengilgina, og'irmas, udobni yurishga ham